Bugun obunachilarimiz uchun o'tmaydigan drabilkalarimizni aksiyaga qo'yib beramiz. Aksiya shartlari: hoziroq shu videoyimizga bittadan like bosib turib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib, do'konimizdan 25-avgust sanasigacha xohlasizlar bunaqa lentali drabilkamizni, xohlasizlar bunaqa oddiy 6 pichoqli drabilkamizni kela xarid qilasizlar. Narxlarini akalar like bosib obuna bo'lganingiz uchun narxidan 200 ming so'mdan skidka qilib beramiz akalar. Manzilimiz Marg'ilonda hokimiyati to'g'risida joylashgan agrotexnikalar do'koni. Videoni oxirigacha ko'ringlar, sizlarga drabilkalarimizni to'liq obzorlan qilib, narxlari bilan yoritib beramiz. Birinchi o'rinda akalar 6 pichoqli variantdagi drabilkalarimizni obzorini qilib beramiz. Ko'rib turgan drabilkalar 6 pichoqli zavodskoy Xitoy mahsuloti bo'ladi. Ko'rishlar mumkin. Pichoqlari pechatli modelda, sifatlari juda ham zo'r akalar. Bunda o'zida skorslari bor, bemalol 1-2 skorsda foydalanish ishlatsangiz bo'laveradi. Ya'ni оборотini past, baland qilib bemalol foydalansangiz bo'laveradi. Xo'p, oxirlari qovurg'ali variantda bo'ladi, ko'rishlar mumkin akalar. Pichoqlarini har bittasiga Xitoy pechat urilgan. Bir tomonda pichoq o'tmas bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tomonini aylantirib turib bemalol ishlatib foydalansangiz bo'laveradi. Xo'p, tortib beradigan shinek qismlariga bitta e'tibor berasizlar. Qalin, original, sifatli shinekdan akalar. Qo'l quruq tanlamaydi, sifati juda ham zo'r. Motorini o'zida akalar tepa tomonda to'kni ko'rsatib turadigan o'zida datchiklari bo'ladi. Yonbosh shestanalari ham juda ham sifatli hamda qalin qilib ishlangan modelda akalar. Narxi motorni kilovatiga qarab 2 million so'mdan 2 million 500 ming so'mgacha holatiga qarab o'zgarib ketaveradi. Pichoqlari 6 pichoqli variantdagi drabilkamiz. Endi ukam bizga sifatli varianti bo'lsin, maydaroq maydalasin degan mijozlarimizga Kentavr firmasidan lentali drabilkalarimizdan yetib kelgan ko'rishlar mumkin. Bu akalar shinek orqali tortadigan bo'lsa, bu lenta orqali tortadi. Qo'shimcha plus shineklarigacha o'ziga qo'yilgan ko'rishlar mumkin mana. Xo'p, lentalarini, legrovkalarini bemalol yonboshlaridan foydalanib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Motorning tepa tomonida to'rt ko'rsatib turadigan bunda ham datchiklari bo'ladi akalar. Xo'p, pichoqlari pechatli modelda, bir tomoni o'tmas bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tomonini bemalol qo'yib foydalanib ishlatsangiz ham bo'laveradi bu drabilkamizda ham. Oldi pichoqlari 8 talik ko'rishlar mumkin, sifatlari juda ham zo'r. Tag tomoniga ham splashnoy pichoq terilgan holatda bo'ladi akalar. Tortib beradigan shinek qismlari qalinidan, yonbosh shikiflari to'liq butunidan bo'ladi akalar. O'rtasi uzuq yoki ochiq variantidan emas. Bunda ham o'zida skorsti bor. Bemalol skorslarni o'zgartirib turib, foydalanib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Bu drabilkamiz 0,5 santimetrdan 1 santimetrgacha o't, somon, poya mahsulotlar maydalab berish uchun mo'ljallangan akalar. Dashi silyozdan ham mayda holatga olib kelib maydalab beradi. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 3 million 800 ming so'mdan dastlabki xizmatlarini kelishilgan holatda yetkazib beramiz. Bemalol pastki raqamlarga alohida chiqib olansizlar, to'liq ma'lumotlarni olishlar mumkin akalar. Shunaqangi drabilka oqtaruvga tanishlarga jo'natib qo'yishni unutmaysizlar videoyimizni akalar. Kanalimizdan uzoqlashmaysizlar. Qolgan videolarimiz motoblog, beshalka traktorlarimiz haqida bo'ladi.